Aleyküm dostlar. İrdimzan mahallesinde 2 etajlı kotejimiz satuğa çıktı. Hazır kotejimiz hakkında malumat beramiz. Evvel başlap adresini tushuntirib o'tamiz. Xiva Urganch yo'li, chap qo'limiz İrdimzan mahallesi, o'ng qo'limiz esa Karamanposkay taraf bo'ladi. Yo'lning yuzida joylashgan 100 metr girsangizlar shu 2 etajli namunali kotejlarimiz satuğa chiqdi. Bir donasi aziz do'stlar. Kotejimizni umumiy maydoni 400 kvadrat metre ega bo'lib, qurilish asli esa har bir etaji 80 kvadratdan iborat bo'ladi. Girgandan bog'imiz bor, mashina qo'ymoqqa, novesatib, qo'shirib tuzatib qo'yibdi ekanlar. Gullar ekilib turibdi bog'imizda. Yurt turganlaringizdan chiroylatib dik mevalarni ekib qo'ygan ekanlar. O'ng qo'limizda esa eva giraverish kapimiz joylashgan bo'ladi. Bismillah. Galinglar o'yin ichi bilan bir qator donishtirib chiqamiz. Girgandan o'ng qo'limizda ikkinchi etajga ko'tarilaverish zinamiz, chap qo'limizda esa sanuzelimiz joylashgan bo'ladi. Sanuzelimiz ham 100% remontdan chiqib turibdi. Joyni o'zi shkarniyati remontdan chiqarib qo'yibdi ekanlar. Remontdan umuman gap so'z yo'q. Do'rimizda esa zalimiz joylashgan bo'ladi. Razmerlarini bilamiz. Razmerlarini ekrandagi nomerlarga telefon etib, bemalol bog'lanib, so'rab, bilib olaverasizlar. Aboylar ham cho'tkisidan, mo'shnisidan yopishtirgan ekanlar. Televizorimiz bor, Artel brendini ega bo'lgan televizorimizni ham ko'rib turganlaringizdan gench bilan qo'shirayotib ishlagan ekanlar. Bu yerdan chiqqandan dalanimiz yanimizda kuxnasi joylashgan, ovqatlanib, bemalol televizor ko'rib o'tiradigan mislimiz bor ekan do'stlar. Dalandan esa kuxnaga chiqish xotimiz. Kukun mebellari qo'yilgan, gaz plita, ichishga hamma narsasi rakovinalardan qo'yilgan ekan. Bu yerdan esa bog'imizga chiqish, ya'ni skvoznak uchun eshigimiz ham bor. Yana o'yin ichine qaytamiz do'stlar. Har bir xonani aynasi ko'chaga qaragan, quyosh tushib turishi uchun ahamiyat beramiz. Uyni balandligini ham alohida ahamiyat beramiz do'stlar. Zinadan chiqaverishimizda shuni xo'sh ro'yatib, gench ishlatib, chiroyli bir o'zimizni xivamizni bir manzarasini tasavvurlar. Oyoq teglari kafilagan, gilamlarni döşab qo'yibdilar. Kandinasa chap qo'limizda 2-etajni 2-zali bo'ladi. Keling operatorimizni o'tirib beramiz. Keling. Chap qo'limizda kattalarning yotoqxonasi bo'ladi. Keling. Ko'rsating. Spalni garniturlari, konditsionerlari qo'yilgan ekan. Mulk egasi bilan qalami olib ketamilar, qaysi vaji qoladi, qaysi vajini olib ketadilar, o'zlaringiz gaplashib olaverasizlar. O'ng qo'limizda esa balolar yotoqxonasi. Bernam shkaflari, spalnilarini qo'yib qo'yib, ustarlarni qo'yib qo'ygan ekanlar. Ko'cha tarafi 2 dona oynasi qaragan ekan. Joyimizning narxini keladigan bo'lsak, aytilish narxi 700 million deb turibdilar, lekin kelishiladigan joyi bor. Do'stlar, ekrandan nomer chiqarib qo'yamiz, bemalol telefon etib, mulk egasi bilan o'zlaringiz oldi-sotda tavrasizlar, nav qoladi, nav ketadi, gaplashib olasizlar. Joyimizning kadastr hujjatlari oldi-sotdiga tayyor, bemalol barakat olaverasizlar. Do'stlar, sizlar eng yaxshisini olasizlar, eng yaxshi videolarni o'tirib bormaslik uchun kanalimizga podpiska bosib, bir like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot etinglar.